Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünə qızğın qarşı alamiz. Mən Ərşidin Ediqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibigə əlaqədar mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qani diqqətinizlər ekranımızda olsun. Xitoy Şərqi Türkistanda O'zbekiston bilan savdo hamkorlik yig'ini o'tkazdi. 30 aprel Ürümçidə atalmış Şinjan Özbekistan iqtisod və savdo hamkorligi almashtirish yig'ini o'tkazilgan bo'lib, O'zbekiston bosh ministri Aripov yig'iniga qatnashgan. Xitoy tashviqot organlarining xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, yig'inda Mashinruy Xitoy O'zbekiston do'stligining necha ming yillik tarixi borligi, navbatda ikki davlat munosabatining yangi pallaga ko'tarilganligi, Sharqiy Turkiston bilan O'zbekistondagi yerlik hukumatlarning quyuq aloqasi borligi, bundan keyinmi har qaysi sohalardagi hamkorlikni texmo kuchaytirganligi haqida jar solgan. O'zbekiston bosh ministri Aripovmi mazkur yig'inga qatnashib so'z qilgan bo'lib, Xitoy xabarlarida qayd qilinishicha, Aripov navbatdagi murakkab va o'zgarishchan dunyo iqtisodiy vaziyatda O'zbekistonning aktivlik bilan yangi taraqqiyot fursati izlayotganligini, Xitoy O'zbekistonning eng muhim mablag' solg'uvchisi va savdo hamkorligi ekanligini, Xitoyning O'zbekistonga solgan mablag'ining davomli oshganligini va navbatda Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'l turining qurilishi boshlanganligini, atalmış Uyg'ur avtonom rayonidagi shirkat korxonalarni O'zbekistonga mablag' silish, hamkorlashishga taklif qilganligini bildirgan. Mazkur yig'inga yana Xitoy va O'zbekistonning korxona savdo jamiyatlarining vakillari qatnashib, navbat bilan so'z qilgan bo'lib, savdo, madaniyat va sayohat, sahiya, energiya, ximiya sanoati, qazilma boyliq va elektron sanoati qatorliq sohalarni tunishtirgan va hamkorlik muzokarasi o'tkazgan. Xitoy yaqinqi yillardan buyon O'rta Osiyo ellarida ta'sir kuchini zo'raytirish uchun turli chora-tadbirlarni qo'llanayotgan bo'lib, Turkiy Jumhuriyatlari iqtisodiy jihatdan bora-bora Xitoyga biqinib qilish vaziyati shakllanmoqda. Analizchilar Xitoyning kelgusidagi maqsadining O'rta Osiyo davlatlarini butunlay kontrol qilish, yutib olish ekanligi haqida ogohlantirish berib kelmoqda. Belgiyada bir siyosiyon Xitoyga jasuslik qilish bilan ayblandi. Belgiyadagi bir shahar boshlig'i Xitoy bilan xufiyona hamkorlashish, Uyg'urlar haqida Xitoyni tanqid qilgan parlament a'zosini nazorat qilib, uchur to'plash bilan ayblangan bo'lib, Belgiya bexatarlik organlari tarafidan ogohlantirilgan. Siyosat to'rining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Xitoy jasuslik organlari 2020-yili Belgiyadagi Huy shahrining shu chaqdagi boshlig'i Erik Dosogin bilan yiqilishga boshlagan. Erik Dosogin Xitoy bilan qarindosh shahar aloqasi o'rnatish orqali munosabatni quyuqlashtirgan bo'lib, Uyg'urlar masalasida Xitoyga qarshi ovoz chiqargan sobiq parlament a'zosi Samuel Kogulatini nazorat qilishga, u haqda Xitoyni uchur bilan ta'minlashga qo'shilgan. Nazorat qilinishga duch kelgan Samuel Kogulati 2021-yili Xitoyning Uyg'urlarni bostirish qilmishini ayblaydigan qonun loyihasi sunuvchilaridan biri bo'lib, ayni vaqtda uning kompyuteri Xitoy xakerlarining tor hujumiga uchirgan. Bu Belgiyaning tunji qitim Xitoy jasusini bayqishi emas bo'lib, 2023-yili sobiq parlament a'zosi Franik Kireyelman Xitoyga jasuslik qilish bilan ayblangan edi. Yaqinqi mezgillarda Xitoyning har qaysi davlatlar va tashkilotlaridagi jasuslik harakatlari orqa-orqadan fosh bo'lib, Xitoyning haqiqiy yuzini dunyoga tunutmoqda. Xitoy axborot erkinligi jihatda orqadan sanaganda 3-o'ringa tizildi. Axborot erkinligini tashabbus qildigan hukumatsiz tashkilot chegarasi muxbirlar tashkiloti bugun 2025-yillik dunyo axborot erkinligi rad tartibini e'lon qilgan bo'lib, Xitoy texmo orqaga chekinib, orqadan sanaganda 3-o'ringa tizilgan. Mazkur tashkilot 2002-yildan tortib baholab kelayotgan axborot erkinligi tekshirishida bu yil 180 davlat baholangan. Xitoy bulturqidan 6 o'rin chekinib 178-o'ringa tizilgan. Amerika bulturqidan 10 o'rin chekinib 57-o'ringa tizilgan. Axborot erkinligida eng oldiga tizilgani Norvegiya, eng orqaga tizilgani Afrika davlati Eritreya ekan. Chegarasi muxbirlar tashkiloti bu yillik dokladida tunji qitim axborot erkinligining butun dunyo bo'yicha umumyuzlik chekinganligini muayyanlashtirgan. Shuning bilan birga yer shari xarakterlik iqtisodiy chekinishning axborot sohasida ko'rsatgan salbiy ta'sirini tilga olgan.
Xitoy navbatda dunyo bo'yicha jurnalistlarni eng ko'p tutqun qilgan bo'lib, bularning mutlaq ko'p qismini Uyg'urlar tashkil qilmoqda. Isroiliya tarixidagi eng cho'ng o't ofati davomlashmoqda. Yuqori temperatura sababidan kelib chiqqan dala o't ofati vajidan Isroiliya amaldorlari bir qancha shaharni ko'chirish va Isroiliyaning markazidagi cho'ng tosh yo'lni taqash tadbirlarini ishga soldi. Isroiliya hukumati tezlik bilan tarqalayotgan o'tni kontrol qilish uchun xalqaro yordam talab qildi. Turkiya ovoz radiosining xabarida qayd qilinishicha, Isroiliyaning Kanal 12 televiziyasi chorshanba kuni o't ofatining hozir 2010-yildagi halokatlik dala o't ofatidan cho'ng doiraga kengayganligini bildirgan. Yahudi Milliy fondining farazlariga asoslanganda, G'arbiy Quddus tog'laridagi hozirgi dala o't ofati taxminan 2891 mo o'rmonlikni vayron qilgan. O't o'chirish va qutqizish mulozimatining bayonotida bir qancha rayondagi nurg'un yezi kanatlaridagi aholilarning ko'chirilganligi bildirilgan. O't o'chirish va qutqizish xizmati kuchli o't ofati sababidan eng yuqori ogohlantirish saviyaga ko'tarilgan bo'lib, G'arbiy Quddus bilan Tel Aviv orasidagi yolqinni o'chirish uchun xalqaro yordam talab qilingan. Amaldorlar yana ehtiyot tadbiri sifatida bu ikki shaharni tutashtirgan asosiy tosh yo'lni taqagan. Mudofaa ministri Isroil Katz bugun atiganda butun davlat miqyosida jiddiy holat e'lon qilgan va armiyaga G'arbiy Quddus tog'li rayonidagi o't o'chirish xodimlariga yordam berish buyrug'i tushirgan. Amerika Hindistonni keng ko'lamli to'qinishdan saqlanishga chaqirdi. Amerika muavin prezidenti James David Vance Washingtonning Hindiston kontrolidagi Kashmirda yaqinda yuz bergan hujumga Hindiston qaytargan inkosning keng ko'lamli rayon to'qinishini keltirib chiqarmasligini umid qilganligini va Amerikaning bunday to'qinishning oldini olishni maqsad qilganligini ta'kidladi. Vance Focus xabarlar kanalining programmasida yuqori so'zlarni qilgan bo'lib, u yana Washingtonning hujumning javobgarligini tutish uchun Pokistonning Hindiston bilan hamkorlashishini umid qilganligini bildirgan. U bu haqda biz Pokistonning bu voqeada qaysi darajada mas'uliyati bo'lishidan qat'iy nazar o'z territoriyasida pat-pat faoliyat olib berayotgan terrorchilarning qo'lga ilinib jazolanishiga kafolatlik qilish uchun Hindiston bilan hamkorlashishni umid qilamiz. Biz bu ishlarning mushu yo'nalishda ketishini orzu qilamiz. Albatta biz yaqindan aloqalashayotimiz, natijasini ko'ramiz degan. Davlat taratqularning xabariga asoslanganda, bu bayonot Pokiston armiyasining sharqdagi qo'shnisi Hindiston bilan bo'lgan jiddiychilik kuchaygan bir paytda keng ko'lamli harbiy manevr o'tkazib bir kundan keyin e'lon qilingan. Hindiston bilan Pokiston o'rtasidagi munosabat yaqinqi yillardagi eng tuvan saviyaga tushib qolgan bo'lib, Yangi Dehli hukumati qurolliqlarning Hindiston kontrolidagi Kashmirda 26 sayohatchining jiniga zamin bo'lgan og'ir hujumidan keyin Pokistonni chegara halqigan terrorlikni qo'llayotidi deb ayblagan. Islomobod bo'lsa bu hujum bilan hech qanday aloqasining yo'qligini bildirib, Pokistonni bu hujumga bog'lashga urinishni asossiz deb atagan va Hindistonning har qanday tavakkulchiligiga javob qaytarganligini bildirgan. Hürmetli görürmenler, bugünkü xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganinglarga rahmat. Atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.